Azizlar, O'zbekiston 24 telekanalida O'zbekiston vaqti bilan dasturini tomosha qilyapsiz. Biz hozir Islom sivilizatsiyasi markazida joylashgan Imom Buxoriy majmuasi maketi oldida turibmiz va kuni kecha ushbu muhtasham majmuaning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Va ushbu majmua aynan Ramazon hayiti arafasida ochilganligi o'zbek xalqi uchun ajoyib tuhfa bo'ldi. Majmuaning o'ziga keladigan bo'lsak, bu yerda 10 ming kishiga mo'ljallangan masjid, muzey va yangi ma'muriy bino barpo etildi. Maqbaraning hududi esa kengaytirildi. Balandligi 75 metr bo'lgan 4 ta minora majmuaning asosiy me'moriy dominantlaridan biriga aylandi. Ilgari ko'pi bilan kuniga 12 mingga yaqin ziyoratchini qabul qilgan majmua endi rekonstruksiyadan so'ng 65 mingga yaqin sayyohni, ziyoratchini o'z bag'riga sig'dira oladi. Majmuaning aynan Ramazon hayiti va Navro'z ayyomi arafasida foydalanishga topshirilishi, ochilishi esa prezidentimizning nafaqat o'zbek xalqi, balki butun musulmon ummat uchun cheksiz, chinakam ulug' tuhfasi bo'ldi. Imom Buxoriy majmuasida agar 3 qismga bo'ladigan bo'lsak, mana asosiy qismimiz masjid qismida turibmiz. Masjidimiz demak 2 qavatli masjiddan iborat. Har bir qavatda 5 mingdan 10 ming odam masjid ichiga sig'imi bor. Bundan tashqari mana hayit namozlarida hovlida, tashqarida o'qigan holatda 35 ming 40 ming odam bemalol namoz o'qish imkoniyati bor. Bu yerda kelayotgan ziyoratchilar uchun, namozxonlar uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Loyiha ishlari, qurilish ishlari eng oxirgi qurilish andozalari asosida olib borildi. Tashqarida e'tibor bergan bo'lsangizlar, 4 ta alohida tahoratxonamiz bor. Hovli tomonida bizda maqbara bor. Imom Buxoriy bobomizning qabrlari bor. Tepa qismida ramziy qabrlari bor. Borib mehmonlar ramziy qabrda ham ziyorat qilish mumkin. Agar xohlasalar pastga tushib o'zlarini qabrlarini ham ziyorat qilib, qorilar o'tiradi. 24 soat tinimsiz Qur'on tilovat qilinadi. Bu juda ham mana shu fikr bevosita prezidentimizning o'zini topshiriqlari, tashabbuslari. Mana bu ustunga qarang, nimadan yasalganga o'xshaydi? Xuddi yog'ochdan yasalganga o'xshaydi. Bir qarashda men ham shunday o'yladim. Ammo bu yog'ochdan emas, toshdan yasalgan. Shunday toshki, Hindistondan ataylab Imom Buxoriy majmuasini qurdirish uchun olib kelingan. Umuman bu majmua bu abadiylikka daxldor maskan. Bu o'zbekning ma'naviyatini, islomga bo'lgan hurmatini ko'rsatadigan juda katta bino desak mubolag'a bo'lmaydi. Davlatimiz rahbari bejiz bu yerga har gal kelganlarida loyihaga qayta o'zgartirish kiritmaganlar. Prezidentimiz bu loyihani haqiqiy arxitektori desak bo'ladi. Chunki kelganingizda o'zingiz guvoh bo'lasiz, bu yerdagi har bir detalga unikal yondashilgan. Qurilish vaziri sifatida emas, oddiy sayyoh sifatida taassurotingiz qanaqa? Taassurotim har doim jarayonni ko'rib turganligim uchun hammasi menga tanish-ku, lekin to'g'risini aytaman, harakat qilgan quruvchilar, loyihachilar dunyoda qaytarilmas o'zimizni eng chiroyli o'sha paytda yaratilgan milliy ornamentlarimizni ishlatib, har bir viloyatda o'zining milliy ornamentlari mana shu ayvonlarimizdan tagida aks ettirilgan va bu yerga keladigan har bir ziyoratchi, har bir sayyoh dunyoning qayerga bormasin, bunaqa uyg'unlikni, bunaqa bizning milliy boylik, qadriyatlarimizni topa olmasligini his qiladigan qilib qilishga harakat qilingan. Men o'zim ham har kelganimda tepasida turgan bo'lsam, har doim bu yerda ta'sirlanaman bu narsalarni ko'rib. To'g'risi, hurmatli prezidentimiz juda ham ko'p topshiriqlar berganlar. Har bitta mayda o'sha odamlarga qulaylik bo'lsin, ularga yaxshi xizmat ko'rsatsin, qulay bo'lsin va qaytarilmaydigan bo'lsin deb har bitta yo'nalishni qanaqa aytgan bo'lsalar, shuni qilib amalga oshirdik. Shu bilan mana bunyod bo'ldi. Endi ertaga xalqimiz kirib kelganda yana baho beradi. Sizning taassurotlaringiz qanaqa bo'ldi? Taassurotlarim zo'r. Hozir intervyu jarayonida gapiraymi? Zo'r. Men to'g'risini aytaman, o'zim asli Samarqandlikman, xabaringiz bor. Yarim soatlik yo'lda biz tug'ilib katta bo'lganmiz. Ya'ni bu yoqqa juda ko'p kelganmiz. Endi menga o'xshagan oldingi holatini biladiganlar uchun bu juda katta voqea. Juda ko'p o'zgarish bo'lgan. Butunlay ham ma'nan, ham qalban, ham jisman o'zgargan mana shu majmua. Ayniqsa hozir mana muzeyga kirib ko'rdim. U shunchalik innovatsion muzeyga aylanganki, kirgandan keyin siz u yerda nafaqat tarixni, balki bugungi kun bilan uyg'unlikni ko'rasiz. Shunchalik maza qilasizki, butun mana shu islom olamining haqiqiy ilmiy ma'rifati ko'zingiz oldida namoyon bo'ladi. Ziyoratgoh 2019-yildan beri rekonstruksiya jarayonida edi. Mana shu davr ichida nafaqat majmuaning o'zi, balki uning atrofidagi aholi yashash punktlari ham yangilandi. Xususan, majmua
yaqinidagi Xo'ja Ismoil mahallasi umuman yangi qiyofa kasb etdi. Qolaversa, mana shu majmua atrofida 20 dan ortiq mehmonxonalar, 10 ga yaqin restoranlar, 1800 ta avtomobilni sig'dira oladigan avtoturargoh, elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari va boshqa turistik xizmatlar paydo bo'ldi. Bu o'z navbatida aholiga, ziyoratchilarga ko'rsatiladigan xizmat sifatini karrasiga oshiradi. Qolaversa, milliy iqtisodiyot uchun ham qo'shimcha daromad degani. Mana bu ko'rib turgan masjidlarimizda hammasini toshlari dunyodagi eng yutuq karelardan Gretsiyani Tassis degan firmasidan kelgan bu eng oliy toshlardan bo'ladi. Majmua ochilishidan oldin ham yuqori martabali mehmonlar, xorijdan delegatsiyalar ham keldi, adashmasam, Malayziyadan, Mo'g'uliston davlatlaridan. Ularning fikrlari qanday bo'ldi? Endi fikrlari juda ham a'lo, chunki bu inson Imom al-Buxoriy hazratlari musulmon dunyosida payg'ambarimizdan keyingi o'rinda turadilar. Butun bir dunyo musulmonlari, musulmon olami bu kishini juda hurmat qiladi, sevib o'qiydi. Axir payg'ambarimizning hadislarini bizlargacha sahih hadis yetkazib kelgan shu kishi bo'ladilar. Boshqa hadisshunos olimlar ham bor, lekin eng sahih hadislar bu kishiniki hisoblanadi-da. Buni chiroyligini qarang. Ana endi hozir shu Imom al-Buxoriy hazratlariga mos juda ham bir chiroyli majmua bo'ldi. Ana endi yarashadi bu kishiga. Bu kishi bundan-da ziyodaga loyiq. Meni bir tomonimda asrlar osha ummatga ilm ulashgan buyuk alloma nomi bilan bog'liq ulug' maskan Imom Buxoriy majmuasi. Bir tarafimda esa mana shu yerga kelgan insonlar uchun yaratilgan mehmon uylari. Bugun Samarqandga yiliga millionlab sayyohlar kelayotgan bo'lsa, ular Registon va qadimiy obidalardan ham avval birinchi bo'lib Imom Buxoriy majmuasini ziyorat qilishdan boshlaydi. Va kelgan ziyoratchi bu yerda bir necha daqiqa qolishni emas, balki bu muhitni his qilishni, oilasi bilan qolib mahobatli majmuani ruhini to'yishni istaydi. Shu ma'noda ham yaratilgan mehmon uylari bu ziyoratni davomiyligini, qulayligini va mazmunini ta'minlashi bilan muhim ahamiyatga ega bo'lgan zamonaviy infratuzilma.